seni yadımda ele Kök qarab xiyalga petip Köz yumgucha qap tutan etip Umudum sari bu gece Nigar seni yadımda ele Kök qarab xiyalga petip Köz yumgucha qap tutan etip Umudum sari bu gece Gelmedim Bilelmedim barınıma sever Kilimendep gelmedim Bilelmedim barınıma sever Küyüp şıkı yutunda Zari bu gece Küyüp şıkı yudumda dilda Oğlamadım zari bu gece Dilim sana var idi sözüm Kaldı sana telmerip Yolum aldı bulup intizar Olmadım zari bu gece Yüreğimden seyrindim seni Sevgim canar bir kere Yüreğimden seyrindim seni Sevgim canar bir kere Mecnun gibi sarı bulup kütten Olmadım zari bu gece Mecnun gibi sarı bulup kütten Olmadım zari bu gece Olmadım zari bu gece老师们好，我叫夏布克迪托尔孙，来自阿克苏新河县，现在在新疆艺术学院就读。Ustazlar yaxshimsizlar, ko'rinmanlar, naq maydonda o'ltirgan tomoshabinlar yaxshimsizlar. Men Aqsu viloyat To'qson ayisidan Shafqat Tursun. Hozir san'at sho'yanda muzika ma'rifida o'qiyman. Nimadan chiroyli ovoz. Ha, undan sonra baholovchi ustozlarimiz qanday baholarni bergan Shafqatni jiddiyleştirmey baholovchi ustozlarimizning baholarini birlikte anglagan bo'lsak. Shafqat Tursun, xush keldingiz. Shunda yaxshi etdingiz. Belki yaxshi uruldunuz. Men ovozingizmi shunday yaxshi kelmay yoqtirdigan ovozning birisiga men sizga chiroq yondirdim. Wow, muborak olsun. Qudrat Abdullah bir chiroq. Cholpan ustoz. Shafqat Tursunovkam yaxshimi? Yaxshi. Sizni qutlaqlayman. Mening mishada bir narsa degim kelyapti. Men mushu balaspandan o'qishdan boshlab Jungjuanda balaspanda o'qigan. Uningdan keyin joy shu yanda ma'rifda kasbidan, uningdan keyin san'at shu yanda naqsh kasbida o'qigan. Oxirida Jungo Yue shu yanda shunga ishida maxsus ovoz darsi olgan. Hozir Jungo Shichi shu yanda changchiligini o'taman.
Mening nima uchun bularni deyishimdagi sabab nima deganda, shu sana shu yandagi shu kasbni tutayotgan inilarimga, ukalarımga aşındigim ba. Şundaq esil, mayli tashqi qiyofati bo'lsin, mayli ovozni sharoitida bo'lsin, bak yaxshi aytadigan, bak kasbda yaxshi bolalar bor. Lekin ularda bir to'salg'i va u bo'lsinmi nima deganda, ular o'zini e'tirof qilib olgan. Atrofidagi 5 tal yo 10 tal do'stining, finsilarining yoki bo'lmasa ma'lum bir aptitaldagi o'lik mavhum finsilarininki ta'sirida o'zini bak cho'ng naqshchi deb hisoblab olganda, shunlashqa mening shu sana shu yanda o'qiyotgan, bo'pmamış kasbni o'qiyotgan ini sing'illarimga daydig'inim sahnaning cho'ng kichigi yo'q. Tomoshabinning dingjisi yo'q. Shu saviyaga qarta bo'ldi, o'zining yaxshi ko'rishiga qarta bo'ldi. Xalq bo'lsa, bak kasb talab qilmaydigan kampit. Eng yaxshi baholovchi. Xotin deganda yaxshi ko'rdi. Demakchi bo'g'inim, naqshiningmi yaxshi yomoni yo'q. Esil nachar deydigan narsa yo'q. Kuy degan narsa o'xshash narsa. Tomoshabinning dingjisi yo'q. Shuningga o'xshash sahnaning cho'ng kichigi yo'q. Shunlashqa demoqchi bo'ldim, sizni intayin qarshi olma. Sana shu yanda bo'lgandan cho'qim mana shundoq shu jamoalar qatnashish kerak. To'g'ri. Rahmat. Shunlashqa sizning shu har qanday sahna bo'lsa qatnashing, bu birla sahna sizni bekitmaydi-ku. Maningdan chiqib, aningdan chiqib, to'xtamay qatnashsiz. Mana shundoq sana shu yanda kasbda o'qib turgan har bir ini singillarimning et naqshangni degandek shundoq ko'zorliq, shundoq esil sahnaga oldirab, yugurab bo'min qilishni, tizimga oldirishni, o'zini shundoq sahnada namoyon qilishni umid qilaman. Et naqshangni davomli. Wow. Muborak bo'lsin. Mana Cho'lpon ustozmi bir chiroq bari. Dilshod ustoz. Shafqat Tursun. Muborak bo'lsin. Et naqshanda sahnasiga kelganingizga. San'at shu endi o'qiysiz shundami? Shundoq. Gitar chelib naqsh aytayotgan qanchalik bo'ldi? 5 yillar bo'lib qolaydi. 5 yillarmi? Yudi bormi yo'qmi? Yo'q, hozircha uyda yo'q. Mush gitar chelib naqsh aytadigan bolaning eng oxirgi orzusi mush yudi bo'lib naqsh aytish uchun shundami? To'g'ri. Ey. Men naqshni har xil nusxadagilar bor-ku, lekin mushu sizning hozirgi aytgan nusxangiz meni aytdi. Yaxshi menimcha. Kelarki bosqichga o'tsa bo'ladi degan shu nomerga menimcha loyiq. Shu men Rahmat Dilshod ustoz. Xalida Imom ustoz chiroq yondiramdi, yondirmamdi. Shafqatjon, xush kelibsiz. Rahmat. Bu siz ekegan uxlamadim zodi bu kecha degan bu nomli naqshini 97-yili Fazlat Tursun shundoq chiroyli tatliq aytib xalqimizga sungan. Siz texmo buningga cho'nqur hissiyat, chiroyli puroqlarni qo'shib, texmo chiroyli aytib bizga ekapsiz. Sizga apirinman, sizga bir chiroq yondirdim. Rahmat. Rahmat mana. 张导师。小凯你好。你好。我觉得你的声音、你的音色特别的有自己个人的特点，特别有辨识度。就这个辨识度的意思，就是哪怕如果我听过你唱歌，听过几次之后，如果我没看到你的人，我听到这个声音，我就知道是你。我觉得你有这个声音的这个特点特别好。然后我觉得你的声音还有一个更大的一个包容度。我觉得可能未来无论你是做一个乐队的一个主唱也好，还是作为你一个单独的一个歌手来好，可能这个就打个比方，就像我们的 computer 这个电脑一样，你的兼容性会更大，我觉得，所以可能性也有很多。我觉得这个也是你这个与生俱来的这个天生的一个好的一个条件，我觉得应该好好珍惜，然后期待以后在这个更大的舞台上能看到你。谢谢。谢谢老师。Wow, mana 5 ustoz bir ahli mayliqini bildirib 5 chiroq yondirdi. Keyingi o'tganimizni tabriklaymiz. Undaqda Korxonchi ustozlarimiz qandaq mayliqini bildirdi ekan? 3, 2, 1 boshlandi.
Keyingi o'tganimiz qizg'in tabriklaymiz. Korxonchi ustozlarimiz qatorida o'rin olgan Shinjang Yangi Iqlim Biofan Texnika taraqqiyot chekish shirkatining shirkat direktori. Shundaqla teri asrash mutaxassisi, shundaqla xonim qizlarimizning teri asrashga yaxshi bir yo'llarni ochib berayotgan bizning sevimli ustozimiz Shernay muallimning so'zini bir tinglagan bo'lsak. Bo'ldi. Yaxshimsiz Şapqat, xush keldiniz. Yaxshimsiz. Sizning naqshingizni shunchalik huzurlanib aldım. İntayin yaxshi etdiniz. Rahmet. Siz bir tarafdan o'qib, yana bir tarafdan biz sahnada o'zingizni chaqnab qilganingizga shunchalik suyundim. Bundan keyin shu sirtlarda o'qiyotgan bo'lsin, mayli shundaq boyam Cho'lpon ustozimiz degandek, nurg'un o'quvchilar bo'lsin, shu do'yinlardan yoki unidorlarda chaqnab turib o'zini shunchalik talantli deb o'tirayotgan barliq shu naqshchilarning men sahnada sizga o'xshash chaqnishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Sizga yana bizning Yangi Iqlim Biofan Texnika cheklanish shirkatimizningki, ya'ni teri asrash yurishlikni sizning yana suyimli onangizga ming yuanlik sovg'atimiz bor. Wow, rahmat. Muborak bo'lsin sizga davomli korxonchi ustozlarimizdan biri bo'lgan Artoyi Isilzodalar teri asrash mas'uliyatlarining qo'rg'uvchilarining biri bo'lgan Risolat xonimni davomli medalni berish taklif etamiz. Qani. Muborak bo'lsin. Rahmat. Barımızın minnettarlık sözlerinizni ayting desak, eng chiroyli so'z bo'lgan rahmat degan so'z orqali barcha hayajonli damlarni shu so'zga yug'urishimiz mumkin. Biz eng keskin holda ustoz tanlash o'tkilga o'tgan bo'lsak, undaqda qaysi ustozni tanlaysiz? 5, 4, 3, 2, 1, qani. Men Dilshod ustozni tanlasam. Wow, muborak bo'lsin. Qani ustozlar bilan ko'rish. Sana bar idi sözüm, kaldı sana telmürüp küzüm. Yolum oldu bulup intizar. Şapqatcan mübarek bo'lsin. Mana keyingi o'tkalga o'ngishib o'tdingiz. Shundaqla 5 yil ustozimiz to'liq chiroq yondirdi. Unda hozir hayajonlanamsiz. Shundaq hayajonlanayapman. Keyingi navbatdagi musobaqa yana zo'r kuchim bilan tirishman. Keyingi o'tkalniki bosqichlari bir qadar murakkab ham qiyin. Texmo puxta tayyor qilib, ikki qitim sahna ko'rishaylik. Xayr-xo'sh. Qadrli ko'ruvchilar, ko'rayotganlar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan o'qigan taratqusi birlashib yo'l qo'ygan. Baş ustam yurishi tam tetis qo'llar tajdarliqiki, et naqshani programmasi. Ondaqda sahnimiz chiqmoqchi bo'lgan keyingi mahirimizning ifodasi qanday bo'lganda, diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Muratjon, yaxshimisiz? Et naqshani programmasidan oldingi mahir tanlash bosqichiga kelganingizni qarshi olamiz. Undan so'ng hozir sahnaga chiqish oldida turasiz, jiddiylashyotamsiz. Albatta, bu mening cho'ng sahnaga chiqish, tunji qatim chiqishim bo'lg'achqa, shunga sal jiddiylashish bo'laydi. Shundaqdimi, o'zimning kayfiyatini yaxshilab, bu qatimgi mahir tanlash musobaqasida yaxshi natija elish uchun cho'qim tirishman. Agar tuyuqsiz shalinib ketib qolsangiz, qat'iy o'kinmaysiz, a? Shalinib ketib qolsammi, cho'qim o'kinmayman. Ustozlarning taklif fikrlariga ega bo'lishning o'zi bir yaxshi bir fursat deb qarayman. Uning ustiga shunday bir yaxshi bir sahnaga chiqqanligimning o'zi bir men uchun eng cho'ng natija. G'ayrat qiling, mana davomli aktiv ruhiy holatda sahnaga chiqqandan keyin o'zingizning ishpangizni to'liq joriy qildirib, keyingi o'tkalga o'ngishli o'tishingizni umid qilaman. Rahmat. Bağlanıptı yarğam elim şu bu günlerde. Bağlanıptı yarğam elim şu bu günlerde. Gece yatsam uykum gelmez uzun günlerde. Gece yatsam uykum gelmez uzun tüllerden. Atla uruk son lazım Kajminin
kallam qoshqa ko'ngil berib qoldim balaga kallam qoshqa ko'ngil berib qoldim balaga nigorimni mayli bo'lsa chiqsin talaga kallam qoshning mayli bo'lsa chiqsin talaga otla urug' so'nlasirab ko'z mening baxtim otla urug' so'nlasirab ko'z mening baxtim kallam qoshning charbig'ida suv bo'lib oqdim nigorimning charbig'ida suv bo'lib oqdim suv bo'lib oqdim hurmatli ustozlar hamda shu naq maydondagi korxonchi yo'ldoshlar hamda naq maydonda ko'rayotgan barliq aziz do'stlarimiz tomoshabinlarimiz man turpondan kelgan murodjondan hammangizdagi o'tliq salomlar bo'lsin. Xush kelibsiz Murodjon. Turpan xalq naqshlaridan suv bo'lib aqdim nomli naqsha. O'zingiz nima kasb bilan shug'ullanasiz? man odatda shu kechilik klublarda naqsh etish. Undaq bo'lsa, sizniki aytgan naqshingiz baholovchilarimizga qanday ta'sir berdi ekan? Cho'lpon ustoz. Bahoyingizni bir anglab baqqan bo'lsak, Murodjon Abdurahmon, voy, shu uygilarini izib degan shu korxonchi bo'lmoqdan ishlagan hammasini suvga g'araqli qilyaptiniz. Yilqi kichik vaqtlarimizda karizning beshidan nonni tashlab qo'yib, tövanda suzib oldigan shu chog'larimiz yadim kechdi. Suvag'icha erib qolsin, bo'g'li yeb oldigan tovuzi bilan degandek rasmiy. Bak yaxshi aytdingiz. Men shaxsan bak yaxshi ko'rdim. Shu bastingizga loyiq shunday yaxshi bo'ldi hamda buningdan masalan ozroq yana qonqitayotgan bo'lsangiz, qonqitayotgan bo'lsangiz shu degan yeriga ozroq yeri mening ko'nglim yaxshi bo'ldi, lekin mening ko'nglimdagidek masalan qallam qoshning mayli bo'lsa o'zi chiqsin tanlaga degandek. Bak yaxshi ko'rdim. Rahmat rahbarligingizga, rahmat sizga. Murodjon kelgan qadamingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mushu To'qsin Turpanning bolalarining bir ovoz yinsi borchu. Asosan o'rtaq keldi, nayt odamning shu ko'ngliga yaqirgan. Bizning ko'nglimizga yaqindek aytib berdingiz. Ham ovozning tusidan his qildim. Ammo naqshig'im nayt ibodek turdi. Shunday turdi. Rahmat, shunday. Shunga ko'nglimga yaqinligim uchun charaqsiz ketdim. Rahmat Dilshod ustoz. Xolida ustoz. Murodjon, xush kelibsiz. Rahmat, xush buldum. Siz o'zingizning yurtingizning madaniyatini, naqsini aytganligingiz uchun biz hammamizning qarshi elishiga erishdingiz. Shaxsan men sizga chiroq yondirdim. Rahmat. Rahmat ustozlarning chiroq yondirishiga. Wang Changchang 导师。莫拉江您好。你好。这个歌我记得我这个第一次听的时候是刚来新疆的时候是听的另外一个莫拉江。其实这一首歌也在那个 talk show 的姆卡姆里面。就是差不多，大家每次唱一个片段，大概在一个8到10分钟里面，有一个姆卡姆，就是其中有一个这个最主要的这个旋律，就跟这歌这个苏布鲁阿登一模一样的。哎，所以就好多人就说这首歌应该是我觉得应该是吐鲁番 talk show 的民歌。就其实还有跟那个乔潘老师。有点类似的，在那个哈密姆卡姆里面也有一个同样的出来的一个民歌，同样旋律的不是同样旋律，就有点类似的，就是那个相似的。I can 组起来也是这样出来的，我觉得也是从那个哈密的那个姆卡姆里面出来的一个民歌。我觉得你选的这个歌曲特别棒，特别喜欢这首歌，所以说的多了一点。谢谢。谢谢老师。
谢谢王江江导师的灯。 Muratcan hoş geldiniz. Qanaqı ketdimde agar shu tempi sal tiz bo'lgan bo'lsa, texmi yaxshi etdi. Biz azat duta chap qo'ysak deymi? Chalalam salamamsiz. Chalaman. Ha, duta chaqan vaqtda masalan shu duta chaqanda ba'zi avjilar kelganda sal hayajonlanganda u tarda sal tizlashib olamiz shu. Masalan lirki pastga tushgan vaqtda azroq astlaymiz degandek udar erkin holat bo'ldi-chu, tempo erkin holat bo'ldi. Shunga bu ko'nab ketgan duta chaqan odamlar asosan mushuning ko'nidi. Lekin men muqim suratlik muqim tempiga tushgan vaqtda ast bo'lib qolsa, sal bearam bo'lib, shunday hissiyat bo'ldingiz a? Men mani his qildim. Bo'ldi, men sizning orzuyingizda men bir chiroq yoqdim 5 bo'lsin a. Rahmat. To'liq kelsin-chi. Nega buning shao degandek a? Rahmat Qudrat ustozningki bergan baholariga. Xo'sh, shunday bo'lsa, baholovchilarimizningki chiroq yondirganiga yana bir qatam chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Amdiki vaqtni bizning suyimli korxonchilarimizga bersak qani. Korxonchilarimiz Mardanjonning aytgan naqsi sizlarga yoqdimi yo'q? Qani. Chiroqlaringlar bilan bizga bir o'zinglarning maylig'ini ifodalsanglar. Mana naq maydondagi barliq korxonchilarimizning hammasi Mardajon sizga chiroq yondiribdi. Rahmat sizlarga. Xo'shnak bo'lsa biz korxonchilarimizning vakillaridan Xinjiang Mehrlan savdo chekishirining qurg'uvchisi bo'lgan Muxtarjon apandimni ko'ngil so'zini bayon qilib berishga taklif qilsak. Marhamat. Muratjon, yaxshimisiz? Naqshani promotsiya qatnashgan qadamlaringizga marhaba. Rahmat. Siz shunday yiqimliq naqsh ovozingiz bilan bizni shunday bir huzur berdingiz. Naqsh aytish bir sunnat bo'lsa, anglashning o'zi yana bir sunnat. Biz shunday huzur oldik. Sizning shundaqlash Mehrlan savdo chekishirining barliq ish xodimlar shunday vakolatan sizdan keyingi qadamlaringizga muvaffaqiyatli qutuq bo'lishiga tilakdoshmiz. Shundaqlar bizdan sizga berdak sovg'amiz yo'q, ammo uydagi onalaringizga berdak sovg'amiz bor. Bizdan bu Mehrlan savdo chekishirining ayollar yurish mas'uliyotidan bir yurish topshirib berasiz, qabul qilasiz. Rahmat. Muxtarjon apandimniki sovg'asiga rahmat. Rahmat sizga. Xo'sh, undaq bo'lsa, Muratjon, nəhayət muvaffaqiyatli alda özünüzdən müş aqqızğan qan təriniz bədiliga siz keyingi ötkəliyə oңuşlu qadam qoydunuz. Keyingi ötkəliyə nəhayət oңuşlu qadam qoyğanlığınızın nişanı sübütürə tövəndə biz karxançılarımız vəkillərdən Şinjan Qaltis Avtomobil Savdo şəhərçisinin qurğucusu Mutalibcan apandimni sizga medal esiş təklif qilamiz. Mutalibcan təklifimizə mərhəmət. Muratjon, yana bir qatam sizni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Mutalibjon sizga rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Endi oxirida siz uchun nihoyatda muhim bo'lgan yana bir o'tkal bor. U bo'lsa-mu, keyingi bosqichlarda sizning texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizda sizga ustoz sifatida yetakchilik qiladigan baholovchilar orasidagi bir ustozdan o'zingizga bir ustoz yetakchi tanlash. Ko'nglingiz qaysi ustozni tanlayapti ekan? Tanlaydigan ustozim Dilshod muallim. Muborak bo'lsin Dilshod ustoz, yana bir nihoyat iqtidorli talantli bir shagird ega bo'ldingiz. Muratjon, sizni yana bir qatam qizg'in tabriklayman. Muborak bo'lsin. Qutluklaymiz. Keyingi musobaqa bosqichlarida texnik huzur, utuq va yangi natijalar sizga yor bo'lsin. Qani, marhamat. Aldım balaga Nigarımni meyli bolsa Çıksın talaga Kallem kaşning meyli bolsa Qadrli ko'rmanlar, mana Muratjon ishbatini ayt yaxshi qilib, keyingi o'tkalga o'ngishli o'tish shundaqlar bizning 5 nafar baholovchi ustozimiz Tanglar chiroq yondirdi. Muborak bo'lsin Muratjon. Unda esa hozirgi hayajonli his tuyg'ularingizni anglab baqsam bo'lamdi? Men sahnaga chiqishdan burun haqiqatan o'zimda uzuqqush tantirashlar bo'lgan edi. Sahnaga chiqqandan keyin ustozlarning menga bergan baholariga ham menga yondirgan chiroq yondirganligidan qo'shilib o'zimdagi uzuqqushlarni yo'qotib kayfiyatimni tag'im yaxshiladim. Hamda bundan keyingi o'tganlarda tag'im yaxshi natijalar olish uchun tag'im tirishishim kerakligini his qildim.
Çünki keyingi o'tganlarimiz texmo keskin davomlashdi. Tayyorlikni puxta qilib, undan so'ng keyin qitim sahnada ko'rishaylik. G'ayrat qiling. Hoşuna olsa, tövende meydana çıkmakçı olan mahirimiz qandaq naqsını ep kelgendi. Bu mahirimiz yani bahalıqçılarının ve bir de otağımızdan, karxançılarımızdan mayıllıqıga erişələndi yok. Qeni bu mahirinin naqsıga hemimiz ortaq kulaq salaylik. Merhamet. Yaxshimisiz, Abdusalam? Yaxshimisiz. Mana Ettaxshanning programmamizga kelganingizni qarshi olamiz. Undan so'ng sahnaga chiqish oldidagi hissiyotingizni anglab baxsam bo'ladimi? Hozir sahnaga chiqish oldi turibman, shunchalik jiddiylik ketdim. Hozir gaplarni kelmayotdi og'zimga. Keyingi bosqich o'ta olishimga o'zimga ishonchim bor. Albatta, ishonch muvaffaqiyatning asosi shundaqku. Keyingi bosqichga o'ngishli o'tkazsiz. Xayrat qiling. Davomli qiling. Sahnaga marhamat. Seni sakladım, ay ötüp, yıllar ötüp, sakladım, ben seni sakladım, ay ötüp, yıllar ötüp, isimden hiç ketmedi. İsimden hiç ketmeden ayrılan şu günlere yayrım var dep yürügen ben başkaga göz salmazdım yayrım var Ayrım var dep yürügen ben başkaga göz salmazdım yarım var dep yürügen ben başkaga göz salmazdım suygen
大家好，我叫阿布杜沙拉姆，来自库车。Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar, korxonchilar, ekran oldidagi ko'rmanlar. Mening ismim Abdussalom Samat, Kuchadan keldim. Sana Shoyaning musiqasida o'qiyman. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, siz bundan ilgari mana shundaq bir jalbkor sahnalarda, cho'ng tipdagi programmalarga qatnashib, naqsh aytib baqqanmidingiz? Yo'q, bu tunji qatimliq cho'ng sahnaga chiqishim. Shundaqmi? Qandoq bo'lsa, baholovchi ustozlarimizdan qaysi ustoz o'zining shu bahosini bir oldi bilan bayon qilib o'tadi ekan anglab baqsak. Halida ustoz, qani marhamat. Abdusalom, xush kelibsiz. Bu yil 20 yoshga kirdingizmi deyman, a? 21 kirdim. 21 kirdingizmi? Shu anasi san'at uchun sahnaga to'p qo'ygandeklar, sahnaga shunday yarashibdi. Bu intayin muhim narsa. Onun ustiga u ovozimi shundoq yangroq, odamga anglasa bir xil rohat tuyg'u berdi. Ep kelgan bu sahilni degan bu naqshimi shu 97-98-yillari bizning naqshchilar aytgan. Bek chiroyli melodiyasi, bek fayza bir yiqimliq bir naqsha. Bu inimiz, ya'ni o'g'lim deb qo'yay, Abdusalom bu naqshini shundoq chiroyli bizga aytibsiz. Men siz uchun bir chiroq beray. Rahmat Halida ustozning chiroq yonidagi. 阿卜杜萨拉姆您好，老师好。我觉得您的那个刚才演唱的非常好，我觉得你的声音特别的有那种诗意，我觉得就是像那个诗歌一样。所以我刚才还跟哈达老师在说呢，如果可以的话，跟那个库德莱老师，可以他写的一些诗，而且他又会作曲，我觉得可能有一些好的作品出来，因为确实他的那个声音特别的有那个诗意的感觉，就像那个。 有一个歌手叫特别抒情的那种，对，特别抒情。有一个歌手叫李健的，一个歌手，也是我们这个非常喜欢、非常这个崇拜的一个歌手。他原来也是在清华大学上学，然后他们3个人成立了这个水木年华组合，最后又单独出来唱了很多歌，包括贝加尔湖畔呀，好多歌曲我们都听过。我觉得你也有那个声音上的这种，觉得如果 有一些好的原创作品的话，会更好。我觉得，没准儿这个以后我们还就是要特别说，我们这个认识你，觉得是特别荣幸的事儿，就是所以为你亮灯，谢谢。谢谢老师。感谢王江江导师。 Abdusalom, xush kelibsiz. Yaxshimisiz malam? Yaxshiman. Hozir saqildim degan mono naqshni anglab o'tdik. Meningki kichkinamdan fikrim bormi? Ba'zi naqshlar men oldin qilsam programmada deb o'tgandek, ba'zi naqshlar masalan mana naqshni ma'lum bir huzurliq choyxonaga berib, shu choyxonaningki chayni ishkash anglasa intayin huzur berdi-ku. Endi bu har bir odamningki ovoz doirasini, mushadani qandoqligini ko'radigan sahna emasmi? Shunga mana naqshiningki endi boshqa bağlıcılık qanday bo'laydi? Ma sahnaga nisbatan tanlanishi sal ojiz kelib qolibdi. Mush ovoz doirasi qanday men shaxsan toza bilib bo'lmay qoldim. Shunga biz bundan keyin ma sahnadan tushgandan keyin yaxshi akukulab, lekin men chiroq bermay qoldim. Ashula o'tsak bo'ldi. Davomli tirisham. Rahmat malam. Rahmat Dilshod ustoz. Abdusalom Samat, ha? Ha. Xush kelibsiz. Shundoq yong'ong, shundoq qilib aytib. Yong'ongni nanxar. Nur chechib turadigan yigitga, uning ustiga ham yoshgan. Men bu bak chiqib qilib ketmay, shaxsan o'zim bundaq sal ishki ovozlarni bak yoqtirib ketmayman. Mumkin bo'lsa ovozingizni o'zingiz ilqibak yataqda ya ilqibak boshqalar daxli qilmaslik uchun ashta aytib o'rganib qoldingizmi? Ilqiman na deb bundaq ichiga solovagan ovozni faqat yaxshi ko'rmayman. Ovozni qo'yib yotmay aytgandek. Bak tizilib ketadi ekanman shunglashqa. Anda har bir odamning o'ziga tushliq yaxshi ko'radigan, uslubi yaxshi ko'radigan bundaq tusi bo'ldi. Endi ovoz tusi jihatdan bo'lsin, shu o'rinlash jihatdan bo'lsin, endi buni bak nima ko'tarib ketmasakmi, shu shaxsan men tozimish ishki ovozni bak yaxshi ko'rib ketmayman. Uchuq ovozlarni yaxshi ko'rmay shunga bilet bermay qoldim. Davomli tarishingizmi? Qag'inini. Rahmat. Abdusalom, xush keldingiz. Yaxshimisiz. Bundan keyingi musobaqa o'tganlarda texmo yaxshi natijalar bilan texmo yaxshi naqshlarni-chu
Siz cho'qim saviyalik narsalarni yaxshi o'rlay olasiz menimcha bo'lganda. Texmo saviyangizni ifodalaydigan, boshqalarga texmo zo'r bo'lgan bir estetik ato qila oladigan bir naqshlarni keyingi bosqichlarda yaxshi tanlashingiz uchun men asosli qo'qotman, men bir chiroq beray. Rahmat ustoz. Rahmat. Qudrat ustozningki Abdusalamning bundan keyingi shu mayli o'qish hayotida bo'lsin yoki naqsh kasb bilan shug'ullanish jihati bo'lsin, ilhom madad beradigan shunday bir ilhom kuchga ega bo'lgan chiroqni yondirib berganingizga rahmat. Rahmat sizga. Xush bo'ldingizmi Abdusalam? Xush bo'ldim. Abdusalam shunday o'moqqa, shunday yangoq bir xil. Abdusalam maktabda o'qib o'tibdi. Uning ustiga hozir Abdusalamning ishidagi 20 yosh atrofidagi bolalarningki o'zi bir xil muhabbatlik naqsh muzikalarga amroq yosh bosqichi deb o'ylayman, chunki hammamiz yoshlik davrimizni boshdan kechirayotgan, ham kechirgan kishilar bo'lgan ekan. Shuningga lekin muhabbat kechirmishi kamchilik bo'lg'achqa, shu o'zi tanlagan naqshning ichiga kirib, o'zining hissiyotini qo'shib, shu naqshni texmi bir jonliqlikqa, shu naqshga bir xil jon kirgizamidi deb o'yladim hamda o'zim. Endi bizning bağlıqçı ustozlarımız lekin sizningki shu naqsh kasbida ilgirlab o'qiyotganligingizni ko'zda tutib, sizga ilhom madad berish yusidan 3 chiroqni yonadi demaksiz, keyingi o'tkalga dastlabki qadamda muvaffaqiyatli o'tdingiz deb aytishga bo'ladi. Sizning hozirgi hissiyotingiz qandaqroq ekan? Siz o'tkalda o'talayman deb o'zingizga ishlash bog'ligan asosga kelganmidingiz? Ishonch bog'ligan. Shundaqmi? Lekin shu naqsh tanlash jihatida bundan keyin bakrak diqqat qilishingizni tavsiya qilaman. Bo'lamdi. Xo'shunaq bo'lsa, baholovchi ustozlar sizga 3 dona chiroqni yondirdi. Endi suyimli korxonchilarimiz sizga o'zining moyilligini qandaqroq ifodalaydi ekan? Korxonchilarimiz oldinlardagi chiroqni besib, Abdusalamga bo'lgan moyilligini bir ifodalagan bo'lsanglar, rahmat sizlarga. Demak, Abdusalamning muhabbatli kuylari bizning korxonchilarimizga nihoyatda qattiq ta'sir qildi. Sizning kuylaringiz ularni ta'sirlantiralabdi. Korxonchi ustozlarimizning chiroq yondirganiga yana bir qadam rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Xo'shunaq bo'lsa, korxonchilarimizning vakillaridan Xinjiang Okean yemak-ichmak boshqarish chekli cheriktining direktori Xilil apandimni korxonchilarga vakolatdan so'z qilib berish taklif qilsak, qani ko'ngil bayonlaringizni anglaylik. Xilil apandim, marhamat. Etnaqsham programmasiga kelgan barcha azizlarning kelgan qadamlarga marhaba. Men Okean yemak-ichmak boshqaruv cheklik shirkatining bosh direktori Xilil Turg'ondan hammalarga o'tliq salom. Ham shunday yaxshi bir programmalarni bizning Jula oliy ma'rik zalimizda o'tkazganda shunchalik xursand bo'ldim, men xush bo'ldim. Shu munosabat bilan men barcha korxonchilar do'stlarga ham shu keng xalq ommasiga tavsiya qilaman, shu Jula oliy ma'rik zalimizni. Biz eng chong kuchimiz bilan texim yaxshi bo'lgan muhitni, texim yaxshi bo'lgan mulozimatni, ham shunday bo'lganda texim yaxshi bo'lgan shu yemak-ichmak shu tamoq turlarini biz sizlarga shu yuqori talab bilan sizlarga ta'minlab beramiz. Shu bir sababdan mana Abdusalam Musmo'ning fikri bilan o'xshash bir ism ekansiz. Naqshlarni shunday yaxshi aytdingiz. Rahmat. Ham shu sizning tunji qitim shunday musobaqalar qatnashishingiz shundaymi? Shundoq. Shunday bo'lganda masakda sizning birinchi qitimda sahnasiga chiqishingiz. Shundaqmi? Shundoq. Sizning naqshingizni men yoqtirdim. Ishonamanki bizning boshqa anglagan shu naq maydondagi ko'rmanlar, keyingi mishay kelgan xaridorlarmi cho'qim yoqtirib anglaydi deb o'ylayman. Shunlashqa men sizga shu bizning Jula oliy ma'rik zalimizning naqshchi salohiyatini men sizga naq maydon sovg'a qildim. Bundan keyingi ishlaringiz texmiravan bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Xilil apandimga yana bir qadam rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Abdusalam mana sizniki naqsh aytishyaptiki, shu mahoratingizni, talantingizni namoyon qilgan bir sahna bilan ta'min etar ekan. Bu siz uchun yaxshi bir xush xabar. Ham bundan keyin siz kasbiy jihatdan maktabda ta'lim apli qolmasdan shu o'rganganlaringizni amaliyotda yaxshi nazariya bilan amaliyotni birlashtirish jihatda yaxshi bir fursatga erishdingiz deb o'ylayman. Xush bo'ldingiz. Xush bo'ldim. O'zingizning hissiyotini shuning bilan birga Xilil apandimga bo'lgan minnatdorlik hissiyotingizni bir bildirib o'tamsiz. Oldi bilan keyingi bosqichga o'tganligimdan shunchalik xush bo'ldim. Ustozlarningki qimmatli taklif fikrlariga rahmat aytaman. Yana korxonchi ustozlarga rahmat. Meni shunday fursatlar bilan ta'minlaganiga rahmat. Rahmat. Undaq bo'lsa, demak, Abdusalam inimiz bugun o'ziningki nihoyat yaqinlik kuyi orqali keyingi bosqichga unumli holda, utuqliq holda qadam qo'ydi.
Keyingi bosqichga qadam qo'yganligining nishoni sifatida biz qarg'achilar vakillaridan Xinjiang Efsar xalqaro savdo chekishtirikdi qurg'uvchisi, shundaqla Efsar markasi, Gıslang markasini maydonga keltirguchi Güzel Qalbnur xonimni Abdusalom inimizga medal taqab qo'yishga qizg'in olqishlarimiz orqali taklif qilgan bo'lsak, qani Qalbnur xonim sahnamizga marhamat. Abdusalom muborak bo'lsin. Sizni bir qatam qutlayman. Qalbnur rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, Abdusalom, amdiki navbatda siz keyingi bosqichda texnik zo'r natijalarni qo'lga keltirish uchun bir ustozning yetaklashiga muhtoj bo'lasiz. 5 nafar ustoz o'tiribdi. Qaysi ustozni keyingi bosqichga texnik utuqliq qadam qo'yishda yetakchilik tanlashsiz? Kichikimdan naqshni anglab cho'ng bo'lgan shu Xalida ustozni tanlasam. Muborak bo'lsin Xalida ustoz. Qinda qo'sa Abdusalom ustozni qiziq bering. Sizga yangicha natija, yangicha omadlar yor bo'lg'ay. Boshqaga ko'z solmasdim, yarim bor deb yurganman. Muborak bo'lsin Abdusalom, o'ngish qalata keyingi o'tkalga o'tdingiz, bayat yaqi degandingiz, keyingi o'tkalga o'tgan cho'qim ishonchim bor deb. Albatta mana ishonch muvaffaqiyatning asosi dedi-ku boya. Undan so'ng hozirgi hayajonli his-tuyg'ularingizni anglab baqsam bo'lamdi? Sahnaga chiqishdan burun shunchalik hayajonlangan, jiddilashib ketgandim. Sahnaga chiqib naqshni aytib bo'lgandan keyin ustozlarning fikrlarini anglab, keyingi bosqichga o'tib, shunchalik xush bo'ldim, hayajonlandim. Yana Jula Okean muzikalik zalining naqshchiligiga taklif qilindim. Muborak bo'lsin. Mana programmamizdanki 5 izlanmaydi, yaxshi natijali holatda qaytgan bo'ldingiz. Undan so'ng balki ekrandagi ko'rmanlarimizdan sizning oilaklaringiz, ota-onangiz, savodoshlaringiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Chunki sahnada boya men o'quvchi dedingiz, shundaqmi? Undan so'ng ekrandagi ko'rmanlarga shundaqla eng yaqinlaringizda aytgan yurak so'zingiz bormi? Oldi bilan men beqib cho'nqiga ota-onamga cho'nqi rahmatimni bildirmay, yana mush kasbimni tarbiyalagan o'qituvchi ustozlarimga, yaqinda qo'llab-quvvatlab bergan do'stlarimga rahmatimni bildirmay, rahmat sizlarga. Rahmat. Keyingi o'tganlarga ham davomli muvaffaqiyat bilan kirib ketishingizni umid qilamiz. Xayrat qiling. Qo'shimda qo'sa tuanda mahirimiz qandaq naqshni yeb kelgandi. Bu mahirimiz naq maydonda o'ziniki mahoratini qandaq joriy qildirdigandi. Mahirimizning mahorati tuanda o'ltagan baholovchilarimizning yana qandaq baholarga erishdi ekan, biz birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. Qadrli ko'rmanlarimiz, mana mayirlarimiz sahnaga chiqish oldida turadi. Undan so'ng ekranda ko'rmanlarga o'zinglarni bir tunishtirtamsizlar. Ekran oldidagi ko'rmanlar, men Manasdan kelgan Nisagul xonim bilman. Hammanglarga mehrlik salom. Qarshi olamiz. Nisagulada hozir mana sahnaga chiqish oldida turibsiz. Kayfiyatingiz qandaroq? Kayfiyatim shunday yaxshi. Bu qitimqi Ayt naqshangning programmasiga yaxshi tayyorlik bilan keldim. Undan so'ng sahnaga chiqqan vaqtda eng yaxshi holatda rolinglarni joriy qildiringlar. G'ayrat qilinglar, mayirlar. Tutqomat sagar bo'lsin.
Ben Manas Naisi'den gelgen Mahir Nisagül Hanım bilmem. Bir yıl yaşım 50 yaş. Nisagül Hanım'ı qarşı alamiz. Xush kelibsiz Nisagül'da. Sizningki mana bu sahnaga shundoq bir jur'at bilan qadam bosganingizga oldi bilan sizga obirin o'qiyman. Sizga utuq omadlar yor bo'lsin. Hada garchi 50 ga kirgan bo'lsingizmi, lekin sizning yuragingizda shundoq bir naqsha aytishga nisbatan bir o't bor ekan, ha? Naqshiga bo'lgan bir istiyoq bor ekan. Endi bizningki baholovchi ustozlarimiz yana qanday baholarni berdi ekan. Chulpan ustoz, sizning bahoringizni anglab boqqan bo'lsak, qani. Nisagül avut, Nisagül kız hada. Bak hoşup ketdik. Onun üstüge bu naqsha men eng yaxshi ko'radigan naqsha kichik vaqtimdan boshlab aytib tanishgan kaycha Rabiya opayningki. Endi bu naqshi mana oldu-chu. Bu naqsha bak cho'ng naqsha. Rabiya opay bu naqshini nihoyat texnikalik o'qiyotgan ham yezilishmi A, B, C 3 belak qo'shinama dejatmadim. Onun üstüge kaynida deb talqay. Qaldı mı hayacan içinde? Yuqur avjiga chiqqan bir yeri bor, ha? Uni eri shunda ta'sirdi, o'zim shunda o'ylayman. Daryolar oqar o'ynab, charvilar yurar, yayrar. Menga yaqinlar. Rahmat, rahmat. Daryolar oqar o'ynab, charvilar yurar, yayrar. Men bak yaxshi ko'raman bu naqshni. Shunda umoq o'qiyotdingiz. Mushu sahnaga osh tayyorlik qilib, keyinlarda ovoz mashqlari qilib degan sahnaga chiqqaningizning o'zi bo'pmi boshqalar selishtirmasak o'zingizning do'stlaringizning atrofida o'zingizning taqdishtirning urug' tuqqanlarning orasida mushtaqda bak xo'sh bo'ldim sizdan. Yosh nagi bodi u kalendarning ishi. Men dexe yosh 18 yosh biti degandan ga. Ha, Nisagül xonimning jur'atiga bir olqishlarimiz bilan opirini o'qiyotsak qani, ha? Siz buni musobaqa deb emas, shu bir qitimliq shunday sahnaga chiqadigan hayotimdagi eng go'zal bir sahna deb o'ylasangiz bo'ldi. Shundaqla, shundaq bir g'albiga erishdingiz. Endi bu naqshini qisqacha deb bersam, endi sizni nim qilib emas, hozir siz degan 4 xil uslubda aytib atdingizda. To'g'ri his qilmandaman. Deb degan keyinlarda meshinglarni qo'shib atdingiz. Bu bir xil chuli qilish oldida ba'zi yerlarda oq ovozlarmi bor. Har xil yasab ish qilib, sog' salomat bir yak apirib tugitib oldik. Lekin jiddiylashtirish turib. Voy, nimda o'moqdan degan biz shunda qo'shib ketdik. Ammo lekin biz garchi endi mana kasbiy naqshchilarni tanlab nim qo'yotgan sahna, bu sahna yoshlarning emas, hammamizning 7 yoshdan 70, 18 yoshdan chekki bor. Demak, bizning shu sahnaga o'sin qo'shdingiz. Shunda suyundim, shunda xush bo'ldim. Rahmat sizga. Lekin endi mau qanday deymiz, qalbimdagi chiroqlarimni, sevgilarimni chechivatdim sizga. Rahmat. Chiroq beramandim, lekin xafamaysiz. Chulpan ustozga rahmat. Sizniki yuqori baholaringizmi meningcha Nisagül aydimiz uchun nihoyatda zo'r ilhom madad deb o'ylayman shunday qo'yada. Qani, Qudrat ustoz? Nisagül xonim xush keldingiz. Naqshingizni anglab shunday huzurlandik. Shunday bir xil rahat tuyg'uda bo'ldik hammamiz. Chunki siz bir nadir bo'lgan bir naqshini aytibsiz. Kichigimizdan anglab cho'ng bo'lgan, o'zimiz anglasak, har anglasak baxt tuyg'usiga cho'madigan bir naqshini aytibsiz. Aldı sizga rahmat aytaman. Mening hozir sizga shunda chiroq bergim bor. Chiroq beray desam, keyin endi meni tanlab qolsangiz, sizga men o'g'itamayman-ku. Shuning uchun men boshqa ustozlarga bu sharafni men berdim. Kechiring. Men do'st bo'lib o'tayli deyman. Rahmat, rahmat. Qudrat ustozning baholariga rahmat. Dilshod ustoz. Salom Nisagül qizida. Sizning bu g'ayratingizni haqiqatan hammaylar yig'ib deb bo'ldi. Shaxsan men shunda suyundim. Buni siz shunda bir o'zingizga xotir qoldiradigan bir sahna deb qarashingizni umid qilaman. Birinchilab, chunki bu yerda kasbiy jihatdan so'zilsak faqat bo'lmaydi. Lekin balkim men sizning ishingiz bo'lgan vaqtda mush kasbni mush ichida qila olamdim, uni men qo'ymayman-da. Lekin sizdan shunda suyundim. Men o'zimning mushunda bir tilaklarim demoqchi.
Rahmat Dilshod ustozning tilaklariga rahmat sizga. Xolida ustoz. Nisagul ade, xush kelibsiz. Sizni bu sahnada ko'rib bak xush bo'ldim. Shunchalik chiroyli, shunchalik umoq, shunchalik yiqimliq tabassumingiz bilan bizga naqsh o'qib berdingiz. Men sizga qalbimdagi chiroqlarni bersam, rahmat davomli shunday chiroyli, go'zal turing. Rahmat. Rahmat Xolida ustoz, yaxshi tilaklaringizni bildirdingiz. Wang Jianjiang导师，您还有说的吗？李三桂姐姐您好，我觉得您这个在台上特别的优雅，然后台风也特别好，希望这个音乐能给您的生活带来更多的快乐，特别是那样边唱边跳的那样的特可爱啊。谢谢您给我们带来这么好的美的感受，谢谢。Beş nəfər bahalıqçı ustaznınki nəhayət yaxşı təklif fikirlərinə şundaqla arzu tiləklərinə mo çin qalbimizdən rəhmət etimiz. Nəsəqlədə. Gerçi beş nəfər bahalıqçımız çıraq yandamıgan bolsunmu, lekin ular özlərinin çin qalbidən urğub çıxan ana şu ən gözəl arzu tiləklərini sizə yetkizdi. Menimcə ana şu arzu tiləklərmi sizninki mana şu 50 yaş kirgan 50 yaş hayat musafirinizdagi ən gözəl əslimələr bo'lib qalğısı. Oşundaq bolsa, әмді şu karxançılarımız yana özüneki mayılıqını qana ifadelaydigandu, çıraq yandırıp karxançılarımızdan bir mayılıqını görüp baqqan bolsaq, qani mərhəmət karxançılarımız. Karxançılarımızga rahmat etimiz, sevimli karxançılarımız nisagületimizni şuncha qo'llabdi, ha? Әмді tövəndə biz Şinjan Ziyada Biopen Texnika çəklik şirkətinin qurğucusu bolğan Fərhat əpəndimni karxançılarga vakalatan ikki yig'iz ko'ngil so'zni bayon qilishga taklif qilib bergan bo'lsak, qani marhamat. Barliq ustozlar, korxonchi do'stlar, haminglar yaxshimisizlar? Ekran oldidagi televizor ko'rayotgan barliq do'stlar, men Şinjan Ziyoda Biopen Texnik çəklik şirkətinin qurğucusu Farhat Shavkat Ziyodadan haminglarga salomlar bo'lsin. Rasman haqiqatan bir xil hayajon ilkida tudimchu, chunki shu bizningki Ziyoda girim buyumlarininki asosiy qo'llovchi iste'mol tiplari naq mushahadimizdek mushu yoshdagi xonim qizlar. Chunki meni qo'llab mana mushu sahnaga chiqqan, shundaqla mening mushu sahnada bugünkidek shundaq et naqshangni programmasida o'zimni namoyon qilgandek bir fursatni berib qo'llagan dal mana shundaq onalarimiz, hadilarimiz. Uningdan boshqa men shu bugungi sahnamizda men uchratgan eng go'zal xonimga bizningki Jungo Koreya Organik Terasalash tadqiqot markazida tadqiq qilib ishlagan Ziyoda markasidagi bir yurish kirim buyumini bizning shu Manas noyasidagi maxsus yetish to'kinimizdan topshirib bergan bo'lsangiz rahmat edi. Rahmat. Ziyoda sheriktiga bir qadam rahmat etimiz. Rahmat sizlarga. Manda qilayli, men shu to'rt baholig'i turibdi. Mening iltimosim sizlarga, ham shu mavzuga bir iltimos. Hadimizga bir fursat bergan bo'lsak, asli men o'yimda men o'zim kasbda bo'lgandan keyin, lekin men va'da qilay, hadimizni keyingi bosqichda yaxshi bir vanjangda bunchalik nuqsonlar ko'rinmaydigan, o'ziga tushadigan bir naqsh qilib, naqsh chiqib tarbiyalaydiganga ko'zim yetdi. O'shunlashqa shu to'rt tovushi hamda mavzuga bir iltimosim bor. Shu vaqtni o'zida o'zim olib qolsam, qanday fikringlar bormi yo'qmi? Muşun tasdiqlasanglar, andan keyin men o'zim yeb qolay. Bo'ldimi? Rahmat, rahmat. Rahmat hamsa. Onda bo'lsa, onda bo'lsa, shu tovushlasizlar, qo'shilamizlar? Qo'shilsanglarmiz, bir chiroqlaringlarni beritinglar. Xo'sh, bo'lsa, Cho'lpon muallimninki fikr berishi bilan shundaqla korxonachilar vakillarininki birdak moyilligi bilan Nisagulada siz qaytadan mana bu sahnaga qaytib keldingiz. Sizni yana bir qatam tabriklayman. Muborak bo'lsin. Nisagulada hozirgi hissiyotingizni o'zingizning bir ko'ngil so'zlaringiz orqali bir bayon qilib bergan bo'lsangiz. Cho'lpongil opa, sizga rahmat. Bek xush bo'ldim. Men buningdagi tirishman. Robiya Muhammad opaning bekchiq naqshlarini biladim. Bugun yaxshi aytamidim. Voy Cho'lpongil xonim balamga rahmat. Voy meni yetaklisiniz bo'ladi balam. Qayrg'anim tabii Cho'lpon bo'g'im bor meningmi. Voy ma, nisagularimiz biz oddiy chaqlar qatiqchimi? Munda mahoratlarim bor ekan.
Әмісі мен şu medalni özüm esip, özüm epçip kelsem bolamdiki. Bo'ladi. Amdiki imtiyozini sizga bersak. Mübarek olsun. Nisagilarda mana keyingi o'tkalga o'ngishliq o'tdingiz. Xush bo'lamsiz? Shunda xush bo'ldim. Siz mana sahna o'zingizning naqsh aytish talantini joriy qildirgandan boshqa yana ovoz zo'rash maharati orqali baholish ustozlarni hayron qoldiryapsiz shundaqo. Unda sizni hozirgi his tuyg'ularingizni anglab baqsam bo'lamdi? Men tanlanaman deb mukammagan sahnaga chiqqanimning o'zi men uchun bir g'alaba, sharaf deb kelgandim. Çolpangil ustozimni tanlab o'quvchilik qabul qilganda shunday xursand bo'ldim, xush bo'ldim. Buningdan keyin mushu eng boshlanish sahnam ham oxirlashi deb o'ylagandim. Amaliyotda kutilmagan ishlar yuz berdi. Texim xush bo'ldim, texim tirishma buningdan keyin. Albatta arzu uchun besilgan qadamlar eng go'zal qadamlar deymizgo. Keyingi yana musofirlaringizmi, yana etnaqshani sahnasida. Chunki mana etnaqshani sahnasidagi keyingi bosqichga o'ngishliq o'tdingiz degan gap, buniki musofirlaringiz yana uzun davomli tirishqaysiz. Sizga yana programmamizni alayda qo'lgan shirkatlarniki azroq ko'ngil so'g'is baka yana topshirib olganmisiz. Shinjon Anargulum so'tcha shirkati ta'minlagan grafit alkillik ko'z chaplıqi. Shundaqla Husnigul so'tcha shirkati ta'minlagan 680 yuan qiymatidagi ter asrash buyumlari. Shundaqla Shinjon Qalbinaz biopantexnika chekilish shirkati ta'minlagan Qalbi ay markasidagi ayollar futurdiqi. Shundaqla Ziyoda girim buyumlari so'tcha shirkati alay ta'minlagan Ziyoda markasidagi ter asrash buyumlari shundaqla rangli girim buyumlari qabul qiling. Rahmat. Unda keyingi o'tganlarda ko'rishgaymiz ada. Xayr xo'sh. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, keyingi qadamda maydonga chiqadigan mahirimiz qandaq naqsini ep keldi ekan. Bu mahirimizning naq maydondagi ifodasi qandaq bo'lgandi? Biz birlikda ko'rib baqaylik. Yeni bir yıl geldi yana aldiraş Tentaniga cümüldük bugün Kiyip körkem esil kiyimlerni biz Oynaylı usul biz bugün Bayram eylip geldi bizge soğuylar Tentaniga cümüldük bugün Çin kalıp tintile baxt özara Gülümsirdi bunda her ada Yeni yıl qo'ynida kel do'stlar birlikda o'ynayli shu husul jumayli baxtga la 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 bu yangi yilda ko'ngillar to'lsin shodlik yeni yil qo'ynida kel do'stlar birlikda o'ynayli shu husul jumayli baxtga la 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 bu yangi yilda ko'ngillar to'lsin shodlikqa Şimdi yine taco şimdi的脚步，快来装满你我的实力。新的一年，新的开始的忙碌，让我们跳起快乐舞步。灿烂阳光展开金色的翅膀，这里是我们爱的海洋。让我为你送去快乐的微笑，新的一年美好的祝福。Happy New Year to you， 烦恼全部忘掉，祝福要送给你，跟着我的舞步，舞步哒哒哒，跟着一起来，梦想离你越来越近。Happy New Year to you， 烦恼全部忘掉，祝福要送给你，跟着我的舞步，舞步哒哒哒，跟着一起来，梦想离你越来越近。
Alimjon akam, shundoq zo'q-sho'q naqshingiz bilan bizning maydonimizga qaytadan bir hayotiy kuch berishligingizda oldi bilan sizningki bugungi programmamizga qatnashganingizni qizg'in qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Bizning baholovchilarimiz qanday baho berdi ekan, anglab boqaylik. Qudrat ustoz. Alimjon xush keldingiz. Xush buldum, rahmat. Na jo'shqin bir yigitken bu Alimjon, ha? Alimjon chiroyida tamtirab tursimi o'zining shu usul harakatlari bilan yana kayfiyatni shunday yaxshi ko'tardi. Alimjon ko'p tirishdi. Men Alimjon mushu hozirgi mushu mangan yo'linishingizda-chu, masalan shu usul bilan naqshini birlashtirgan mushu yo'linishingizda davomli tirishing. Men sizga chiroq beramayman, ammo bu sizning xato qilganligingizda emas, pishib bitilmaganligingizdan. Cho'qim tirishing, do'st bo'lib o'taylik. Rahmat, Qudrat ustoz. Alimjon yaxshimi? Bak, o'ma qo'y. Sahnaniki butun kayfiyatini ko'tarib atdingizmi? Bir necha harakatlaringizni o'rganib oldik, keyin do'ying payliqandi. O'ynatdi bizni. Bak, o'maqa. Harakatni qilib turib naqsh etmoq bir xili nandosi bor-ku. Shunlashqa naqshini bak ko'p aytang, zimiti o'ynang, har xil aptitallar bormizmi? Onun ustiga siz ko'pinchisi mana shu usul o'ynagan vaqtida naqshini lo'yin qilib, mushtarak bir shaklni tepib, men naqshida ovozingiz sal pishsi bo'ldi ekan. Shunlashqa ochiqroq naqshlarni aytang. Mushu uslubda menga men sizga chiroq bermay qoldim, lekin sizni qo'llayman. Yurkimniki denlang qildim, jimi? Rahmat, rahmat. Olimjon, xush keldingiz. Xush buldum, rahmat. Necha yosh kirdingiz bu yil? 20 yosh. 20 yoshmi? Alimjonning bunda bir shaklarim bor ekan. Shundaymi? 20 yoshdachi. Demak bu 20 yosh degan bundan keyin nurg'un shunda 20 yilda nurg'uni bor degan gapchi. Cho'qim pishib yetilish kerak. Shu yuqoridagi yetakchi ma'lumlar ustozlar deb o'tgandeklam. Men shu qarashda tamtirash bo'ldi, usul o'ynab naqsh etish tez, lekin bizning o'zimizning o'lchim bor. Men shu o'lchamga solgan asosda chiroq yoqamayman, lekin davomli shu uslubni yo'qotmang. Bo'ldi, rahmat. Rahmat, Xolida ustoz. Alimjon o'g'lim, yaxshimisiz? Yaxshi. Mening bolam bilan tengkansiz. Sizning naqsh etgandagi harakatlaringizni qarab shunda suyunib ketdim. Xudo o'g'lim o'ynayotgandek. Mening bolamni Jeksonni do'rab naqsh etib usul o'ynaydi-chi. Hozir ko'z oldimga kelib ketdi. Men bu turg'ingizni, mushu uslubni tanlagingizni shunday yaxshi ko'rdim, yoqtirdim. Nimishqa siz mushu yoshda mushxil uslubdagi naqshini o'zingizning yeshiga munosib naqshini tanlagingiz bu sizning psixikingizning aytib to'g'riligini bildirib turdi. Shunga men sizga bir chiroq beray. Keyin cho'qim masalan, yuqorida 3 ustoz yondiramay qoldi chiroqni. Agar shalinib ketib qolsangiz, hargiz ro'yingiz tushib, bo'lmaydi-ku, bu kasb bu naqshni etmayman deb tashlab etmay, xat men cho'qim tirishib, sizlarning oldinglarda shu dangliq odam bo'lmay qolmayman debchi o'zingizga texmo bir jasorat qilib, ishonch bog'lab, davomli tirishsangiz, cho'qim aman bir kun parlab ketasiz. Hech qanday dangliq naqshchi anasidan tug'iliblam sahnaga chiqib dangliq bo'lib ketgan emas. Necha qatam shallanib, necha qatam chetga qilib, tirishgandan keyin anadan bugungi kunga kelgan. Shunga sizga texi fursat degan bekchiq. Bulamdi o'g'lim Alimjon. Rahmat. Rahmat. Xolida ustozning chiroq yondirganiga rahmat-da. Wang Jianjiang 导师。阿伦江你好。你好。感谢你给我们带来那么多的那个律动感跟欢乐，真羡慕你那样可以蹦蹦蹦蹦。我都不会，然后我觉得就是以后如果选择歌曲的话，可以在音乐上的这种律动，特别那个歌词的发音可以多注意一点。我觉得你这个律动感这么强，肯定其他方面也很厉害，所以我给你点赞，谢谢。谢谢导师。Alimjon, sizningki bunda sahnaga, cho'ng sahnaga tunji qatam chiqishingizmi? Tunji qatam. Tunji qatam. Shunga tunji qatam chiqqachqa albatta jiddiylashish bo'ladi. Andan keyin o'zimizniki asli bor bo'lgan men cho'qim sahnaga chiqqanda mundaq mahoratni joriy qildirman, namoyon qilaman degan istaklarimiz sahnadan qo'rqish, jiddiylashish sababidan toza naqshlar yaxshi namoyon bo'lmaydigan ahvollar ko'rilib turdi. Menimcha sizdan bu ahvollar ko'rildi. Lekin
Bugünkü bu bahalıqçı ustazlarınınki yaxşı təklif fikirləri sizdən bunun keyinki aldığınızdaki yana nurgun müsabiqalarda sizge nəhayət obdan yetəkçilik rol oynaydı deb oylayma. Herkes məyəslənmək bulamdı. Yo'q, hech qisi. Karxançılarımız çoxum sizni qollaydı deb oylayma. Əmdi karxançılarımız qançalik çıraqni yandırıb Alimcanni qollaydı ekan. Qani çıraqlarımızı bir yandırıb baxan bolsaq, mərhəmət. Çıraq yandırğan barlıq karxançılarımızga rahmat aytamiz. Aldığımız aman bulun. Et Naqshbandi programmasining sahnasi ishonchga to'lgan, mehr muhabbatga to'lgan. Ya'ni shundaqla bir-birining kamchiligini to'liqlab, ortiqchiliklarni o'zaro taraqqiy qildiradigan, haqiqiy o'zingizning qobiliyatini namoyon qiladigan sahna. Shunga biz ishonchga to'lgan so'zlarimiz bilan shundaq deymizki, sahnani biz beramiz, natijani o'zingiz yaratasiz. Shundaq Et Naqshbandi programmamizning sahnasi sizning talantingiz, mahoratingizni sinaydigan eng jalbkor sahna. Biz her vaqt mana bu sahnada sizni kutamiz. Hoş görmən dostlar, Et Naqshbandi programmamızdan bu sani o'shada oxirlashdi. Kelasi programmamizda görüşəylik. Xayr xoş. Canға аңлаткын Et Naqshbandi. Arzu ümitler Et Naqshbandi.